Qadim zamonlarda bo'lgan voqea yurakka ajib bir oroyish berdi. Podsho katta sovrin qo'yib o'rtaga masjidni bezashga farmoyish berdi. Aytdi, kim eng buyuk ziynat keltirsa, masjidni bezasa o'sha matohla mening mukofotim katta bo'lar va Alloh ajrlagay jannatiy bog'la. Kimdir ustun uchun bezak, kim esa mezara to'riga keltirdi tilla. Xonai tuhurga kim qayg'u yesa, kim siyoh ulashdi yozishga imlo. Podsho kuzatardi avomni sokin, zarga chayilganda har toshu kesak rozi bo'lolmadi bulardan, lokin uning xayolidan tiqa bezak, bu shunday bezakki inson hayoti ko'rsin to o'lguncha chashmi ziyoni, odamlar bu rangni ko'rgan zahoti unutib qo'ysinlar ikki dunyoni. Bir zot kirib keldi kurash avjiga, meni g'olib denglar dedi joy olib, va kiringlar dedi masjid ichiga. Murg'ak ikki bola kirdi uyalib, o'rnidan qo'zg'alib ketdi shahanshoh, bu zo'r topqirlikka chalvorda qarsak dedi, masjid uchun topilmas illo namozxon boladan go'zalroq bezak.